qabul eylesin. Albatta o'tgan ukalarning haqiqiy duo so'ragan yaqinlarimiz bor. Bemorlar bor ekan, farzandni haqiqiy duo so'ragan yaqinlarimiz bor, farzandlari bemor kishilarimiz bor ekan, ota-ona bemor kishilarimiz bor ekan, safadagilarni haqiqiy duo so'ragan yaqinlarimiz bor ekan, onalar bemor kishilarimiz bor ekan, farzandlar, o'g'il farzand so'ragan yaqinlarimiz bor ekan, qiz farzand so'ragan yaqinlarimiz bor, qarzdorlar bor, najot so'ragan, mushkulboy insonlarimiz bor, hojatboy insonlarimiz bor. Hammamiz mana inshaalloh boylarimiz bor oramizda. Zakot beruvchilar bor, qurbon aytuvchilar bor. Barchamizda umidimiz bor, Allohdan so'rovchimiz bor. Ey Robbim, shu qilgan amalni qabul qilgin deb so'ragan yaqinlarimiz bor. Ey Robbim, keyin kelganlarda ham qurbonlik qiluvchilarni qilgin deb so'ragan yaqinlarimiz bor. İnsanlarga, birovga ayta olmagan sirlarimiz bor. Qalbimizda yo'lagan maqsadlarimiz bor. Barchalarga xolis duo qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo barchamizni dinda, diyonatda, ibodatda, itoatda, taqvoda mustahkam qilsin. Bu ulug' kun, Qurbon hayiti, mo'min musulmonlar bayramiga Alloh subhanahu va taolo siz bizlarni sog'likda, salomatlikda, tinchlikda, xotirjamlikda yetkazdi. Alloh taolo barchamizni bu kunlarni ko'plab ko'rishimiz nasib aylasin. Barchamizni Alloh subhanahu va taolo boylardan qilsin. Zakot beruvchilardan qilsin, himmatni go'zal qiluvchilardan qilsin, ehsonni go'zal qiluvchilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan barcha ibodatlarimiz, namozlarimiz, ro'za, zakot, xayr ehsonlarimizni, hayitliklarimizni, bu qilmoqchi bo'lgan qurbonliklarimizni o'zi qabul aylasin. Qiyomatda ajrini, savobini ziyoda qilib bersin. Qiyomatda mana shu qilgan barcha amalimiz bizlarning foydamizga hujjat bo'lsin. Uylarimizdagi, ishlarimizdagi, shifoxonalardagi bemorlarimiz bor. Alloh subhanahu va taolo bu kunni hurmatlar, ulug' bayramda sharofatdan ana shu barcha bemorlarimizga shifoyi komil ato aylasin. Qarzdorlarimiz bor. Alloh taolo qarzlariga najot bersin. Mushkulboy insonlarimiz bor. Alloh taolo mushkulboy insonlarga barchasiga osonlik bersin. Hojati bor insonlarimiz hojatini ravo aylasin. Farzand talablarimiz bor. O'g'il farzandlar, qiz farzandlar, yaqinlarimiz bor. Alloh taolo solih, soliha, qori, qoriya, elga, yurtga, xalqqa xizmat qilgan farzandlarni Alloh taolo barchamizga ato aylasin. Farzandlarimiz bor, o'g'il qizlarimiz bor. Alloh taolo ana shu farzandimizni taqvosini go'zal qiladigan, ma'naviyatini, ma'rifatini go'zal qiladigan, elga, yurtga, xalqqa xizmat qiladigan, ota-onasiga xo'ja bo'ladigan farzandni tarbiya qilishimizni Alloh taolo bizlarga nasib aylasin. Barchamizni bu qilmoqchi bo'lgan qurbonlarimizni qabul aylasin. Barchamizni Alloh taolo bu Uyid Qurbon hayitini muboraklik qilsin. Bu safarda yurgan yaqinlarimiz bor. Alloh taolo tirikchilik g'amida, mashaqqatda yurgan yaqinlarimiz bor. Alloh taolo barchalarni ishini osonlik qilsin. Ko'plab g'ayribat bilan boylik bilan chiroyli holatda sog'-salomat ularga kelishini nasib aylasin. Mana ulkan haj ibodatlarga yaqinlarimiz bor. Makkada yurgan mana habiblarimiz bor. 15 mingdan ziyod yaqinlarimiz bor. Xizmatchi